Prezident maktabiga kirish oson ish emas. Har yili minglab o'quvchilar hujjat topshirishadi, lekin juda ham kam qismi o'tishadi. Muammo esa bitta: ko'pchilik xato tayyorgarlik ko'radi. Oddiy testlar bilan shug'ullanib, Telegram kanallardagi yoki ishonchsiz manbalardagi testlarni ishlab, o'zini tayyorman deb o'ylaydi, lekin imtihon kunida esa hammasi boshqacha bo'ladi. Vaqt yetmaydi yoki kutilgan savollar tushmaydi yoki bo'lmasa stress bo'ladi. Shuning uchun biz Blueprep platformasini yaratdik. Bunda o'quvchingiz yoki farzandingiz haqiqiy testda o'tirgandek imtihonlardagi savollarni ishlaydi. Bizning veb-saytda nimalarni ishlay olasiz? Bizda 30 ta to'liq imtihonga tayyorgarlik testlari mavjud. Ularni har bittasini yechib chiqqaningizdan keyin taxminiy o'tish ballingizni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Siz o'sha platformamizda jamidagi tayyorgarlik ko'ruvchilar bo'lsa, o'shalarning orasidagi o'rningizni ham ko'rsangiz bo'ladi. Qayerda xato qilganingiz, qayerda to'g'ri qilganingizni har bittasini ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Bundan tashqari bizda flashcards qismi bor. Ya'ni ingliz tilidagi tushish ehtimoli bo'lgan so'zlarni hammasini biz terib chiqamiz. Ularni siz bosqichma-bosqich ko'rib chiqib, ingliz tilidagi bo'lgan ballingizni ham anchagina yuqori darajaga ko'tarib olishingiz mumkin. Bu narsa sizga nima beradi? O'sha ingliz tilini bilmaydigan yoki sustroq bo'lgan o'quvchilardan o'zib ketib, sizning shansingizni, ya'ni ehtimolingizni oshirib berishi mumkin. Bunday tizim O'zbekistonda yagona hisoblanadi. Agar siz ham qiziqayotgan bo'lsangiz, hoziroq pastdagi havola orqali birinchi bepul testimizni ishlab ko'ring va qaysi viloyatda bo'lishingizga qarab taxminiy o'tish ballingizni bilib oling. Aytgancha, buni Prezident maktabiga kirmoqchi bo'lgan tanishlaringizga yuborib qo'ying.